Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshi turibsizlar? Xabar kanalimizga hoş geldinglar. Bugün 6 ayının 6 günü. Prezident Trump efendim muxbirlarni kütüveliş yığınida mundaq bir sözünü aşkarlaptı. U bolsunmu Germaniyanın prezidenti Merkel hanımga jaza qo'llanadi ekan. Yaqinqi yillardan buyon ko'rinishda Merkel hanım Amerika bilan nihoyat yaxshi o'tayotgandek ko'ringan bilan amaliyotda Xitoy davlati bilan bo'lgan munosabatni nihoyat tamponliq holatda saqlab kelgan ekan. Kuzatuvchilarning deyishicha, Merkel xonimning o'sib cho'ng bo'lgan yetilgan yeri, ya'ni ayni vaqtdagi Sharqiy Germaniya kommunizm tuproqlari va kommunizm havosida o'sib yetilgan. Shunga kommunizmchilarga alohida yestashligi bor. Ya'ni kelib Merkel xonimning tumshuqi cho'qim Xitoylar tarafidan ilinib qolgan deb qaraydi ekan. Bu yil 66 yoshga kirgan Merkel xonim ko'p qitim Xitoy davlatiga berib kelgan. Ya'ni kelib Germaniya davlatiningki mashina sanoat jihatda Xitoy davlati bilan bo'lgan irmash-chirmash Xitoy davlati bilan orilib ketamigidek holatga kelib qolgan. Bo'libmi hozirgi Amerika davlatining yangi elektronlik mashina sanoati taraqqiy qilayotgan og'ir krizisga duch kelyotdi deb qaraydi ekan. Hozir Amerika davlati Xitoy davlatiga keng ko'lamda qo'rshovga ilish mezgilida, Xitoy davlatiga keng ko'lamda jazo yurgizish mezgilida, Xitoy davlatiga keng ko'lamda diplomatiya jihatda yetim qoldirish mezgilida Germaniyaning prezidenti Merkel xonim yanada Xitoy davlatiga mablag' silish, yanada Xitoy davlatiga qo'lni uzartish harakatlari prezident Trump efendimning achchig'ini intayin keltirib yetibdi. Endi Germaniyaning prezidenti Merkel xonim Xitoy davlatidan oladigan foydadan tortadigan ziyini necha hassa yishib ketar ekan. Prezident Trump efendim G7 yig'inini echish uchun, G7 yig'ini deganimiz dunyo bo'yicha sanoatda taraqqiy qilgan eng kuchli 7 cho'ng davlat. G7 yig'iniga Germaniyaning prezidenti Merkel xonimni taklif qilsa, prezident Trump efendimning ochadigan G7 yig'iniga bormaslikni, ya'ni prezident Trump efendimning taklifini rad qildi. Germaniyaning prezidenti Merkel xonim ochig'i kelgan prezident Trump efendim Germaniyaning o'rniga Avstraliya davlatini, Hindiston davlatini, Rossiya davlatini taklif qildi. Rossiya davlati bo'lsa, men bo'lsam Xi Jinpingni iparman deb prezident Trump efendimga shart qo'yibdi. Prezident Trump efendimmi ko'ta qasqiningni kelsang o'zan kel, kelmasang ishingni qil debdi. Endi prezident Trump efendim Germaniyaning prezidenti Merkel xonimga ilib borilgan jazo tadbiri nima desa, Germaniya davlatida turayotgan Amerika davlatining 10 mingga yaqin askarni chekindirdi ekan. Hozir Germaniyada turishliq Amerikaning umumiy askari 34.500 ga yaqin ekan. Demak, 34.500 ga yaqin Amerika askarlarining ichidan 9.500 dak askarlarini 9-oygacha chekindirib bo'ladi ekan. So'g'oq urushi mezgilida Amerikaning Germaniyada turishliq askari necha yuz mingga yetgan ekan. Maqsad Germaniya davlatini Sovet ittifoqining tahdididan saqlab qilish ekan to'q. Sovet ittifoqi yemirilgandan keyin Germaniyada undaq ko'p askarlarning turishining hojati yo'q deb nurg'un askarlarini Amerika davlati chekindirib aketgan ekan. Germaniya davlatining iqtisodining yuksalishi, Germaniya sanoatniki taraqqiy qilishi, ya'ni Germaniyaning bugungi kundagi holati Amerika davlatiningki g'amxo'rligi, yordami va iqtisodiy yordamidan ayirib qarashga bo'lmaydi ekan. Masalan, Germaniya davlatida Amerikaning necha ming askarining turishi Germaniya davlatining iste'mol iqtisodini zo'r darajada ko'targan. Ikkinchi bo'lsa, Germaniya davlati davlat mudofaa bexatarlik jihatda zo'r pul xarjlamagan. Ya'ni Germaniyaning davlat bexatarlik vazifasini Amerika davlati ustiga olgan. Hammamizning xabari bor. Bir davlatninki davlat mudofaa armiyasi davlat bexatarlik uchun shu davlatning yillik umumiy kirimining 50-60% davlat mudofaa armiyasi uchun xarjlanadi ekan. Ammo Germaniyaning iqtisodiniki tezdan taraqqiy qilishi davlat mudofaa armiyasiga xarjlaydigan pullari Germaniya davlatining yanchig'iga kelib qolgan. Mana endi prezident Trump efendim Germaniyadagi Amerika askarlarini qadam bosqich bilan chekindirsa, Germaniya davlatiga og'ir darajada iqtisodiy ziyon bo'ladi ekan. Davlat bexatarlik jihatda, ya'ni Rossiyaning tahdidiga uchraydi ekan. Merkel xonimning Xi Jinping bilan eg'iz burun yolishi prezident Trump efendimning ochig'ini keltirib, Amerika davlati yiliga zo'r mablag' xarjlab Germaniya davlatini qo'g'dashni ahamiyati qolmabdi. Shunga prezident Trump efendim Amerikaning Germaniyada turishliq askarlarini
chekindirish qaroriga kelibdi. Agar bundoq vaziyat shakllansa, Germaniya davlatining iqtisodiga zo'r ziyon ko'rsatadi ekan. Xitoyning logiki bo'yicha tahlil qilsak, Amerikaning askari qaysi davlatda turayotgan bo'lsa, shu davlatning boylig'ini, shu davlatning iqtisodini Amerika davlati sho'rab ketadi deb bilishimiz kerak ekan. Amaliyotda Amerika davlati qaysi davlatda askar turg'izgan bo'lsa, shu davlatga pul xarjlash, shu davlatning iste'mol iqtisodini ko'tarish, shu davlatning mudofaa jihatda xarjlaydigan pulini azaytib berdi ekan. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Yaponiya davlati bo'lsin, Germaniya davlati bo'lsin, davlat mudofaa armiyasiga xarjlaydigan pulini xarjlamay o'zining davlatini taraqqiy qilishda zo'r foydaga erishib, hozirgi mezgilda mayli sanoat jihati bo'lsin, mayli fan texnik jihati bo'lsin, mayli har qaysi sohada bo'lsin, Yaponiya davlati bo'lsin, Germaniya davlati bo'lsin, dunyoning oldingi qatoriga o'tgan ekan. Xitoy davlati bilan Rossiya davlatining xalqi nima uchun kambag'al degan vaqtida bu diktator davlatlarning asosiy kirim iqtisodi harbiy taraqqiyotiga sarf qilindi ekan. Endi Hindiston va Xitoy davlati chegara bo'ylaridagi qiziq nuqtaga kelsak, Xitoy davlati vatanimiz Uyg'uriston, Sharq Turkiston tuproqlarida turishliq tajovuzchi Xitoy armiyasini keng ko'lamda 219-nomerlik tashyo'l orqali Tibetning Hindiston chegara bo'ylariga o'tkazib yetibdi. 219-nomerlik tashyo'lning ustida tajovuzchi Xitoyning 6000 dan oshiq harbiy mashinalarining minayotganligi ko'rinib turibdi. Bu rayonlardagi telefon signal, internet tor hammasi ishlamaydi ekan. Bu 6000 dak harbiy mashinalarning to'shayotgan uskunlari urushga munosabatli bo'lib, boshqariladigan bomba, o'q-dora, har xil tipdagi raketalar deb qaraydi ekan. Bugün 6. ayının 6. günü Xitoy taraf harbiy generallari, Hindiston taraf harbiy generallarining bir yerga kelib suhbat qiladigan kun ekan. Ya'ni Xitoy harbiy rayonining general leytenant, Xitoy janubiy harbiy rayonining general bosh qo'mondoni Liu Ling general. Hindiston tarafdan bo'lsa 14-korpus armiyasining baş komandan general Singir Efendi bugünkü iki devlet armiyasiga vakil bo'lib suhbat ib bordi ekan. Bugünkü suhbatda qanday natija chiqdi? Bütün dunyoning qiziq nuqtasi ekan. Eng yangi qisqa xabarimiz tugadi. Hammanglarga salom alaykum.